Jangchilar, buni oldimda bitta avarenkani yoqib ketyapti bir. Qanaqadir yo'l qurilishiga tegishli bo'lgan mashinami, bilmayman. Mana shu 3 ta mashin bor. To ana shu mashin o'sha avarenkani yoqib ketayotgan mashinning orqasidagi mashinlar hammasi to'liq quvib o'tmaguncha men quvib o'tmayman. Yuraveraman orqasidan. Buni 20 minutdan beri yuribmiz. Oldimga ham bitta fura sig'adigan qilib joy ushlab turaman. U o'tib ketsa o'tib ketaversin. Shoshilmaymiz. Hech qachon shoshilmaylar. Hech qachon. Mana bitta ketdi, mana ikkita qoldi. Mana shu ikkitani o'tkazgandan keyin men yaqinroq boraman-da, keyin men o'taman. Mana bitta qoldi endi. Bu ham o'tdi mana. Endi mana Bakovaga qarasam, mana chap tomondan o'sha mashina avgon qilib kelyapti. O'ta olmayman. Yana kutaman. Mashinalar quvib o'tyapti sekin yurganimiz evaziga. Yo'l ko'rinmayapti yaxshi. Yo'l 400-500 metr ko'rinmasa, pastlik, tepalik bo'lsa, umuman avgon qilmang. Shunaqa gaplar azizlar, ehtiyot bo'linglar.